Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, o'quvchilar va IELTS va TOEFL kandidatlar. Bugun mana Kadishvadagi filialimiz, ikkinchi filialimizda, Unation IELTS Center ikkinchi filialida bitta bayram. Xudo xolasa kecha bizni o'sha bitta YouTubedan tomosha qilgan o'quvchimiz bor. O kishining ismlari Mohinur Karimova, Urganchdan, Xorazmdan telefon o'qibdi. YouTube'imizdan o'sha hech qanaqa reptirga bormasdan faqat bizni YouTube'da tomosha qilib B2 levelga erishganlar. U haqida ham o'sha nima video davomida gapirib o'taman. Yonimda turgan kandidatimiz Fatima qizimiz. Inshaalloh bu barakali keldi. Xudo xolasa umumiy hisobda hozir biz hisob-kitob qildik. 5 oy o'qigan ekan bizda. B2 levelga erishdi. Listeningda 58, readingda 56, writingimiz sal kamroq chiqib qolibdi. 43 ball va speakingimiz 50 ball. Mana sertifikat qo'limda turibdi do'stlar. Hammasi bu yerda haqqoniy, hech qanaqa bu yerda bir nima deydi? Bir yolg'on, yashiq narsalar yo'q. Xudo xolasa harakatga qarab natija beradi Alloh ham. Shu o'qiganligi, o'sha ustozlar bilan o'sha birgalikda ko'nikmalar hosil qilganligi uchun mana shu natijaga erishib turibdilar. Mana Fatima sertifikatingiz, inshaalloh bu sertifikatingiz sizga omad, faqat muvaffaqiyat keltirsin. Xudo xolasa jahon tillarini grantlariga kirish nasib qilsin sizga. Yaqinda aprelda mana ona tili sertifikatingizni ham Unation'da o'qiyapsiz. Buni ham sertifikatini ham olib, Xudo xolasa A1 oling. Nasib bo'lsa, ota-onangizni o'sha oilaviy byudjetiga ham katta bir foyda keltirasiz. Xudo xolasa shu grantlarni faqat sizga tilab qolamiz. Boshqa meni sizga nima deydi? Eng yaxshi tilaklarim shuda. Dastavval shu jahon tillariga kirib oling, qolgani keyin bo'ladi. Bizga bir qandaydir bir tilaklaringiz bo'lsa, yo o'qish jarayonidagi qandaydir bir gaplaringiz bo'lsa, bemalol mana izhor qilishingiz mumkin. The time I'm very happy with the result, and I wanna say that thanks my teacher, Mr. Faruk Sayed. Thank you so much, my friend. And teachers of Nation Center, and also they are very kind and very knowledgeable that just lessons, and also I recommend everyone to study at the Nation Center. Thank you so much, my friend. Very warm wishes. Anything else? Yes. Okay, thank you so much, and I want to thank for you, for your parents, and of course your the candidates who you study with, the Mrs. Noila and Rukhshana, of course Kamila, and some other students of mine. I'm really grateful to you guys, because you guys, your first attempt, you guys made some fantastic jobs. And not only in the TOEFL sphere, but also in IELTS atmosphere, okay? Thank you so much, guys. And the second candidate is mine, my friend Karimova Mohinur. Mana bu qizimiz do'stlar, men aytdim videoni boshida, Urganch shahri, Xorazm viloyatidan bizni YouTube videolarimizni tomosha qilibdi. Ana men kecha isbot tariqasida o'sha o'zimizni Unation Official degan Telegram kanalimizga ham o'sha tashladim. Demak, bu qizimizni listening 66, reading 61, writing sal kam chiqqan 39 va speaking ham ozroq kam chiqqan 37 ball. Mana shu qizimiz aytayaptiki, ustoz, rahmat sizga, shuncha videolaringizni ko'rib, mana shu natijaga erishdim. Bironta uchimiz yetirga bo'lganim yo'q deyapti. Biz kundalik ravishda qo'limizdan kelgancha YouTube kanalimizga reading, listening, writing, speaking bo'yicha o'sha ko'nikmalar va videolarni tahlil boramiz. Agar masalan yuragida o'ti borlar, o'sha yerda ham ko'rib o'qisa bo'ladi atak. Agar yo'q, men Uchimli Center endi ayniqsa shu offline bu endi yaxshisi, online endi agar o'zini kuchiga ishonsa, self confidence va disciplinga, ya'ni o'sha kundalik o'sha rejimga amal qilsa, olsa bo'ladi hamma sertifikat. Rahmat, bizni kuzatishda davom eting. IELTS va TOEFL kerak bo'lsa, Unation'ga keling. Qolganini biz hal qilamiz. Salomat bo'ling, charchamaylik. Endi video